Odamlarimiz ko'pligi uchun har bittasini bittalab video qilishga vaqtimiz bo'lmagach, bittasidan narx-navo bilan tanishtirib o'tamiz. Captiva'miz narx pulga 7,5 ming Nasiya savdoga ham chiqadi. $3,900 Epicamiz Nasiya savdoga ham chiqadi. Vasitimiz 5,5 ming Nasiya savdoga ham chiqadi. Cobaltimiz 9,5 ming 2020-yil Nasiya savdoga ham chiqadi. 2018-yil Nexia 3imiz $6,700 bemalol Nasiya savdoga xarid qilishlaring mumkin. 2019 avtomat korobka Nexia 3 so'raganlar uchun narxi 8,5 ming Nasiya savdoga ham chiqadi. Vasitimiz 2011-yil narxi $5,5 Nasiya savdoga ham chiqadi. Nexia'miz narxi $3,900 Nasiya savdoga ham chiqadi. Buni narxini 4 ming qo'ydik, $3,5 ga tushirdik. Vikipdan qaytgan boshim buni ham Nasiya savdoga chiqaramiz. Bu mashinani Nasiya savdoga egalari tashib ketishgan, narxi $4,5 tashib ketishgan. Narxi balandroq. Bu mashinamizning narxini 4,5 ming baholadik. 2014-yil Nexia 2 1.6. Ladamiz ham $3,000 qilib baholadik, Nasiya savdoga chiqadi. Hozir bizda mana shu Nasiya savdoga chiqadigan mashinalarimiz eskilardan mana shular. Bizni kuzatib, videoga like bosib, bizga obuna bo'lib qo'yib, esdan chiqmasin. Hamma mashinalarimizni bemalol Nasiya savdoga xarid qilishlaring mumkin.